Keyingisi. Bola dastlab devordan 6 metr masofada turgan aravachaning bir uchida turibdi. Bola aravachaning ikkinchi uchiga o'tganda devordan qanday masofaga uzoqlashgan bo'ladi, deyapti. Aravacha va yer orasidagi ishqalanish hisobga olindi. Xo'p. Bola aravachani ikkinchi uchiga qarab harakatlanganda ikkinchi uchiga kelsa, shu arava ham orqa tomonga qarab harakatlanadi, devorga qarab. Bosib o'tgan masofasini S desam, aravani devorgacha bosib o'tgan masofasini L deyman. Keyin devor bilan общий masofani so'rayapti. Aravachani ikkinchi uchiga kelsa bola. Shu masofani so'rayapti. Xo'p. Impuls saqlanish qonuniga qo'ysak. Dastlab M bola ko'paytirilgan V bola. Minus olaman, chunki qarama-qarshi ikkovi yo'nalishi. M arava ko'paytirilgan L. Shu teng nolga dastlab tinch turuvdi. Reaktiv harakatga o'xshab qoladi bu. M bola ko'paytirilgan V bola. M arava ko'paytirilgan L. L va arava. M bola o'rniga massasi M ko'paytirilgan V bola o'rniga endi S taqsim T desam, S masofani T vaqtda bosib o'tdi. V bola o'rniga shuni qo'ydim. M arava endi arava o'zi og'irligi 4 ta M ustida M massali bolani ko'tarib o'tiribdi. M plus 4 ta M arava o'zida ham og'irligi ko'paytirilgan. Endi V arava devorga borib tegdi desa, L taqsim T bo'ladi. Bu yerdan hisoblasak, tala ketdi. M ko'paytirilgan S teng yig'in desa 5 ta M ko'paytirilgan L. M la ketdi. S teng bo'lar ekan bizga 5 ta L. L ma'lum-da bizga. L 6 bo'lsa, qaytarsak 30 metr ekan. 30 metrga bola harakatlanar ekan. Devordan qanday masofada uzoqlashgan bo'ladi, deyapti. Shu devordan to bola ikkinchi arava uchiga kelguncha qancha masofaga uzoqlashgan bo'ladi, deyapti. Shu masofani so'rayapti. 6 metrga yaqinlashganini olib tashlaymiz-da. Arava shu yerdagi qanaqadir S2 masofani so'rayapmiz. Deymiz. S bolani bosib o'tgan masofasidan olib tashlayman. Bu yerdagi L masofani ayiraman 6 ni. 24 metr.
C javob bo'ldi. Nimani tasavvur qilish kerakda? Ikkinchi aravani uchiga kelguncha aravani o'zi ham harakatlanadida. 30 metr bosib o'tgan bilan bola aravani o'zi ham devorga qarab 6 metr yaqinlashadida bizadan. Devordan boshlab arava ikkinchi uchiga kelgan bolani orasidagi masofani so'raymiz. Shuning uchun bolani bosib o'tgan masofasidan aravani bosib o'tgan masofasini ayirib tashladik.